Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, Andijon viloyati Baliqchi tumanida, ismim Ahmadali Dilmurod, 2005-yil tug'ilganman. Hozirda Toshkent shahar Xalqaro universitetining 3-kurs talabasiman, yurisprudensiya fakultetida o'qiyman. Zo'r. Shunaqa. O'zim shu qisqacha ma'lumot. Zo'r. Qaysi fakultetda o'qiyman deysiz? Yurisprudensiya. Zo'r. Yurist. To'g'ri. Yuristlikdan treyderlikka sizni nima jalb qildi? Endi ochig'ini aytish kerak, asosiysi pul. Yurisprudensiya shu baribir Yuristlikda pul yo'q ekan. Bor endi. Asosiy kattaroq pul tradingda deb o'yladim. Zo'r. Akademiyamizga tashrif buyurdingiz. Maqsadingiz pul ekan, juda yaxshi. Lekin pulga eltuvchi yo'l nimaligini bilasizmi? Pulga eltuvchi yo'l endi asosiy maqsad pul, lekin meni fikrim pulga uncha qaratilmagan. Bu prosta baxtga erishish uchun yordam beradigan vosita. Pul. Shunaqa, yaxshi yashash uchun. Ya'ni ilm orqali pulga erishiladi-da. Shunaqa. To'g'rimi? Ilmingiz yetganida pul eshigi o'zi qoqib keladi. Shunaqa. To'g'rimi? Barakalloh, zo'r. Sizga ham an'anaviy hammaga berayotgan savolimni beraman. Bundan oldin ham o'qiganmisiz biror joyda? Bundan oldin endi trading bo'yicha jiyanim qiziqtirdi. Aka, shu keling shunaqa qilamiz dedi. Video darsliklar ko'rib yurganmiz. Shu orqali endi o'zimiz to'plagan pullar, ota-onamiz, qarindoshlar yordam bergan pullarni qilib ozgina ko'paytirdik. Baribir yana zarar kirib qoldik. Shunaqa oldin YouTube'dan o'zingiz o'rganib yurgansiz. O'zimiz uchun shunaqa bo'ldi. YouTube'dan ko'rib yurgandingizmi? Yo'qotib qo'ydingiz. Yo'qotib qo'ydik. Topdik ham yo'qotdik ham. Topdik ham yo'qotdik ham. Zo'r. O'shanda siz tushunib yetdingiz, demak o'qishim kerak, ustoz kerak. To'ppa-to'g'ri. Ustoz kerak deb tushunib yetdingiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Instagramda tradingni o'rgataman, YouTube'da tradingni o'rgataman degan ustozlar ko'p. Mediada ustozlar ko'p, men ustozman degan, sizni mutaxassis qilaman degan insonlar ko'p. Ulardan farqli bizni qanday tanlagansiz? Shu aytganimdek, shu zararga kirib qoldik. Endi shu pullarimiz hammasi ketdi, boshqa tushkunlikdamiz. Baribir hamma Instagram ko'radi. Nima bo'lsa o'qiymiz deganmiz. O'sha siz aytgandek media treyderlar ham bor. Faqat foydasini ko'rsatadi, zarar tomonlarini aytishmaydi. Va realni qarash kerak-da, baribir inson har tomonlama o'ylash kerak. Zarar qilmasa foyda qila olmaysan. Keyin qiziqib ko'rdik. 2 oylik kurs bor dedi. $1000, $2000, $3000 ketaveradi yani. Abdurahmon akani ko'rib qoldim. Men asosiy Buxoroda deb o'ylardim. Buxorogacha boraman dedim-da. Toshkentda ochaman deb qoldi. Kakrada o'sha tushkunlikka tushib qolgan paytimizda kelinglar dedi. Shu o'rgatamiz dedi. Stabil daromadga chiqasizlar, xudo xolasa dedi, 6 oyda. Tanlaganimizning sababi shu endi asosiy baribir pulga borib taqaladi. Dollarga pichadigan bo'lsak $2200 bo'ladi. Shu $2200 ham baribir oddiy aholi uchun ko'p menimcha. Shu xohlasang 2 ga bo'lib to'ladi. Shu birdaniga to'lashing shart emas. Qolgan treyderlardan farqi shu. To'lov usuli sizga yoqqani, ma'qul kelgani. Keyin muddati ham 6 oy. Muddati 6 oy bo'lgani nima? Bu soha baribir 2 oy kamlik qiladi. 6 oy bo'lmaydi, o'zingiz harakat qilsangiz. Siz tasavvur qilgan vaqtda, ya'ni men treyder bo'la olaman degan vaqt 6 oy. 6 oy, 1 yil shunaqa. Zo'r. O'sha sizni o'zingiz qo'ygan maqsadlaringizga ham to'lov imkoniyati tomonlama, ham o'quv muddati tomonlama to'g'ri keldi. Shunaqa. Hozir ilm olyapsiz. Berilayotgan ilmlar haqida fikringiz qanaqa? Berilayotgan ilmlar endi zo'r, yaxshi. Hammani o'zini o'rni bor. Onlayn darslar, offlayn darslarda hammani o'zini vazifasi bor ustozlarni. Bizda hozir adashmasam 3 xil ustoz kelyapti. Birinchisi offlaynda, keyin Sardor aka bilan o'zlari kelib turli motivatsiyalarni, o'zini qo'shimcha darsliklarida bo'lgan. Endi onlayn ko'proq darsliklari bor uni, Sardor akani. Endi shu onlayn darslikda nimani tushunmay qolgan bo'lsa, offlayn kelib turib o'zi ham tushuntirib o'tib ketyapti. Nimani tushunmay qolding, savol javobing qila olmaysiz baribir deb o'zlari ham kelib offlayn ko'rsatyapti.
Keyin bu yoqda keyin takrorlash fani onlaynda ham bo'lyapti. Hammani o'zini Instruktor metodlari. alohida. Ya'ni bitta o'zingizga 3 ta ustoz, 3 ta ustoz bo'lyapti. 3 ta ustoz bo'lyapti. Shunaqa. Zo'r. Bu ma'qulmi sizga? Shu yaxshi. Zo'r. Zo'r. Ya'ni siz 6 oylik dastur sizga ma'qul tushdi. Ya'ni to'lov usuli sizga ma'qul tushdi. Shu bilan birgalikda 3 ta ustozligi ham sizga ma'qul keldi. Shunaqa. Ya'ni bitta o'zingizga chiroyli nazorat bo'lyapti. Shunaqa. O'quv sistemasi qanaqa? O'quv sistemasi yoqdimi sizga? O'quv sistemasi yaxshi, hammasi ketma-ketlikda, tushunmagan joyini boshqatdan takrorlash bor har bitta bo'limdan keyin. Takrorlash baribir bilimni otasi degan. Shu takrorlab testlar olib borilyapti, yaxshi. Qanchalik darajada hozir bozorga masalan oldin ham savdo qilib ko'rgansiz-ku? Hozir baribir ongli ravishda biroz tushunishni boshladingiz, to'g'rimi? Shunaqa. 3 hafta bo'ldi, ongli ravishda tushunishni boshladingiz bozorni. Farqni sezyapsizmi, sezmayapsizmi? Farqni sezyapmiz. Endi oldin biz o'zimiz bo'lganmiz, onlayn darslar. Bu yerda asosiysi psixologiyaga e'tibor berishyapti. Psixologiyani to'g'rilab, bozorga ichiga kirib ketma. Xuddi X betga o'xshab qoladi agar razga o'zingizni boshqara olmay qolsangiz, ketaveradi. Shu bozorga kir, chiqib ket, bo'ldi. Zo'r. Tashakkur fikrlar uchun. Sizni triplarda ko'rib turganimizda xursandmiz. Rahmat. Rahmat.